Mistyles qalamlari juda ham ko'p, lekin aynan qaysi biri bilan ideal mos tushishini hamma ham bilmaydi. Keling, bugun jozibador qalamlarni birgalikda sinab ko'ramiz. Mana masalan 784 va 765 qalamlarini olsak, 765 ni kontur uchun ishlatamiz, 784 ni ichki rastushovka uchun ishlatamiz. Juda ham ideal tushadi. Bizda keyingisi 761 va 785 qalamlari. 785 ni kontur o'rnida ishlatamiz. 761 ni esa ichki rastushovka uchun ishlatamiz. Pushti va binafsha rang aralashgan mauve nude effektini juda chiroyli qilib beradi. Sinab ko'rishni maslahat beraman. Keyingi krossovkalarimizning raqami 782 va 765 raqami. 782 konturi labni juda ham aniq va chiroyli ko'rsatadi. 765 esa ichki rastushovka uchun ajoyib tanlov. Natijada xira ham emas, yorqin ham emas, har kunlik meykap uchun ajoyib kombinatsiya kelib chiqadi. Qizlarjonlar, mana shu oxirgi variantni har kuni makiyaj qiladigan va karandaj texnikani sevuvchilarga maslahat beraman.